Nima uchun biz ko'p uxlaymiz? Donishmandlar aytadi, uyqu bu o'limning miniatyura ko'rinishi. Ko'p uxlaydigan odamni o'zini hayoti yo'q, ya'ni na maqsadi, na bir harakati borligi uchun u o'sha maqsadlardan qochadi, o'sha hayotdan qochadi. Birovlarning hayotini yashayotgani uchun mazmunsiz seza boshlaydi. Bu holatda ikki xil yondashuv bor. Yoki siz butun umr qochib yuraverasiz, ana shu uyqu holatida, charchoq holatida atroflarni bahona qilib, yoki o'z maqsadlaringizni qo'yishni boshlaysiz. O'z niyatlaringizni amalga oshirishni boshlaysiz. Meni niyatim qanday degan savolni berishni boshlaysiz. Mana yil ham oxiriga yetib qolyapti. Agar mana shu savol sizni qiynayotgan bo'lsa-yu, siz javob izlayotgan bo'lsangiz, siz uchun maxsus video darslik tayyorlaganmiz. Uning uchun siz 2026 yozuvni izohlarda yozing va maqsad qo'yganingizdan keyin sizni hayotingiz zavqqa to'la boshlaydi. Sizni uyqusirashingiz tetiklikka aylanadi. Bu insonni yashash bilan zavqdan uyquliga vaqti yo'q. Bu odam yashaydi. Ko'rishguncha.